Assalomu alaykum. Mana 8-rayon muxlislari. Mana kelishli Ilyos akamiz o'z qo'llari bilan shashliklarni aylantirib turibdilar. Mana bu yoqda Shomar akamiz shashlikni siqlaganlar. Qo'rani yasagan, qo'li gul usta. Jamol aka. Muxlislarga bir tilaklaringizni gapirib qo'ying 8-rayon muxlislariga. Tilaklarim hali kechqurun 10 dan keyin bo'ladi. Hali hech narsa ichilganim yo'q. Tilakka na hojat. Necha pul ishlatgan o'zi общий? Ana sizni ham qishlog'ingiz, ham yurtdoshingiz, ham qanotchingiz ham aeroportlik xususidan nimalar kutsa bo'ladi bu yil? Suyini chaqirlaring. Odil akam shu o'tdilar. Qo'yma, qo'lingni ushlab qo'y. Qo'yma. Mana 8 ga bo'laman. dastavshik Pardovoy laganlarni ushlab turibdi. 8 ga bo'lgan. Mana Aziz akam 27 hisob kitob qilyaptilar. Necha pullar aylandi? Kabelni necha pul bilan tortamiz? Ilyos aka, bu yerda 40 ming yetmayotgani, 40 ming yetmayotgan. Men Nizom Sher Pardovoy to'rtalamiz, boya 40 ming so'mdan berganmiz. Hozir 17 ming so'mdan berdi. Men boya 40 mingdan berdim. Hozir yana necha puldan yetyapti? Yana 5 mingdanmi? Shunaqa yetmayaptimi yana? Ha? 4 mingmi, 5 mingdanmi shunaqadan tushyapti. 4 ming so'mdan 8 ta 24 mingga qiladi. 170 150 bergan bo'lsalaring, Hozir qara. 174 9 ming. 9 mingmi? Manikini qo'shgan 27 mingni mashinangga 180. 180 ming. 180 ming bo'ladimi? 5 mingdan yig'sang to'g'ri keladi. 5 mingdanmi yana? Ha, yana 5 ming. Mana bitta 5 ming. Aninisini oling. Qaysinisini olaman? Mana. Hozir 50 talik turdi-yu aka. Berdim u 50 talik. Berdingizmi? Qo'y 5 oldimi? Men 5 berdim men.